Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun Yangiobod bozoriga kelganmiz. Bu yerda narxlar bilan tanishamiz. Nech pul deyapsiz aka bularni? 1 million. Nech pul qilishyapti hali? Narx chiqarishdimi? Endimi? Bormi uyda yo bitta shu ikkitami? Nomeringiz ayting aka? 94lik 3'ta 1 3'ta 0 60 63. Ha 62 63. Bir ham uyingizda bor ha? Bu ota-onasi. Turkiyadan kelgan, tuxum olib kelganim, mana shu ota-onasi oqdi, boyaga oqdi. Bu gruppaga qo'yib qo'yib sotadi. Tuxum olib kelganmiz. Do'st aka buni. $200. Jang qilganmi yo'qmi aka bular? Nechtasida yutgan? Yutgan. Nech pul deyapsiz aka? 200 a? Nech pulga berib yuborasiz? Nomeringizni ayting aka? 95lik 063 20 58. Dakanlarni. Nech pul deyapsiz aka bularni? 2 milliondan deyapti. 2 milliondan ha? Qanaqa bularni yoshi aka? Nechta jang nima bo'lgan? 3 marta urishgan aka, 5-lasida ham yutgan. 5-lasida ham yutgan. Makonim 1 marta kurib qo'ygan, 11 ta bostirganman, 9 tasida osib chiqqan. Makonim 4 kilo aka. Ha, bular er-xotinmi shunda? Shunaqa, bari. Ha. 2 million ikkalasimi yo buni o'zimi? O'zi. Ikkovini nech pulga berib yuborasiz? Endi kelsa narxga qarab beraveramiz aka. Nomeringizni ayting aka? 33lik 33lik 640 640 41 41. 41. Bo'ldi. Nech pul bo'ladi to'la? 1 million. 1 million. Buni o'zi nech marta qilgan bu? 4 marta. Bu yonidagichi xotini? Bu adda nima? Nech pul qilishdi? Narx chiqarishdimi yo'qmi? 900. 900 qilishdi. Nomeringizni ayting? 33lik 33lik 206 aha 0412. 206 0412. Puldan do'st bularni. Necha oylik bular? Qanaqa? 1 oylik. 1 oylik. Uyda bormi yo faqat shumi? Shu akalari bor. Bundan kattaroqlar ha? Nomeringizni aytib keting aka? Nomeringizni ayting? 94lik 94 944 42 42 57 57. Kevarasida. Bitta boy bo'lgan ekan. 900 deyotgan ekan, 800 ga berar ekanlar. $300 ming so'mdan ekan. 300 mingdan ekan.